Endi esa kiyimlar. Demak, mana shu kostyumchikni kiymoqchiman, chunki unda каждодневный obraz olishimiz kerak bo'ladi hozir vayn uchun. Shu uchun qanaqadir yoki женственный bo'lish kerak yoki sportivniroq bo'lish kerak. Вот shu uchun men o'ylaymanki, mana shunaqa yubochkalar bilan balkim просто rubashka kiyim kiyamizmi yoki ko'ylak kiyamizmi? Oyoq kiyimga mos bo'lish uchun ko'ramiz hozir. Nima olamiz? Chunki men o'zim stilistim yo'q bugun, shu uchun o'zim tanlayman. Lekin nima tanlashni bilmayapman. Balki shunaqa modniroq narsa kiyimmi deyman. Leon chunki ko'cha juda ham issiq. Va birinchi bo'lib yaxshi oiladan qiz bo'laman. Undan keyin kambag'al bo'lib ketar ekanman ssenariyda. Shuning uchun shunaqa ham kiyimlar topishim kerak garderobimda. Balki mana bunaqa ko'ylak kiyamizmi? Nima deb o'ylaysizlar?